Futbol bu shunchaki 20 kishi to'pni ketidan yugurishi emas, to'g'rimi? Bu drama, ko'z yoshlar, millionlab insonlarni bir lahzaning ichida yig'lata oladigan va millionlab insonlarni o'sha lahzaning ichida baxtdan sarmast qiladigan sport turidir. Baxtdan sarmast qiladigan san'atdir va men esa o'sha san'atni sizlarga borligicha, qanday bo'lsa shundayligicha yetkazishga harakat qiladigan oddiy bir futbolga oshno insonman. Va bugun Shahlo Sardorbek oilasi naq 300 mingta bo'ldi do'stlar. Blogimni boshlaganim 2,5 yil bo'lgan bo'lsa, mana shu 2,5 yil ichida futbolda qanday dramatik voqealar, qanday ajoyib lahzalar, qanday yurakni junbushga keltiradigan voqeliklar bo'lsa, barchasini sizlar bilan baham ko'rdim. Barchasida birgalikda yashadik do'stlar. Shunday ekan, bu natija, bu 300 minglik dovon nafaqat mening xursandchiligim, balki sizning ham bayramingizdir do'stlar. Ba'zida butun kunim mana shu sahifamga kontent qilish bilan o'tib ketadi. Qanday yangilik bersam ekan, qanday ajoyib voqelikni obunachilarimga yetkazsam-u, ular mendan obuna bo'lganlar uchun rozi bo'lishsa, ular menga ketkazayotgan vaqtlariga rozi bo'lishsa deya. Va ba'zida bunga erishaman, ba'zida esa yo'q. Sababi vaqt bu pul, vaqt bu hamma narsa. Shunday ekan, meni kontentlarimni ko'rishga ketkazayotgan vaqtingizni qanday bo'lmasin, manfaatli o'tishini ta'minlashga albatta harakat qilaman.